Menga qara, nima bo'ldi, gapir. Senga yetganim bilan aqling yetadimi hal qilib berishga? O'limdan boshqa hamma narsaning iloji bor. Aytib ko'rchi. Tuzukmisan, Doniyor? O'rtoq, yaxshimisan? Hech nima bo'lmaganda o'zingcha bor. 3 oy bo'lib ketdi-yu, pulni olishga olding qachon berasan? Ozgina ishlarim o'xshamay qoldi. Sabr qilib beraman. Odamga sal erkak bo'lish kerak. 3 oy o'tib ketdi o'zi. Yana sabr qilib, sal erkak bo'lgan, gapirgan gapingni действие qilsang olgin pulni, tushundingmi? Prosta borib, og'aynimizni, sinfdoshimizni tushunsan, urib tashlashga aqlim yetadi. Qo'ydi. Sinfdoshim, og'aynim deyapsan-u, lekin dushmaningdek ko'rsan. Shu narsani esdan chiqarmagan. Sinfdosh og'aynilarga pul berilgan holatda so'ralmaydi. Endi senga bitta gap. Odamga sinov kelgan paytda bunaqa daraja sindirib yuborish kerak emas. Oshna og'ayni topish juda qiyin bo'ladi. Esingdan chiqarmagan. Pulingga keladigan bo'lsa, ertaga uyimga o'tgan, men o'zim beraveraman. Chin do'stlar yo'g'ingda do'st, yiqilgan chog'ingda do'st, bemor bo'lsang holingdan. Tanish holati. Bugun zo'r yurganlar albatta ertaga sinishi bor. Bugun siniq yurganlar ertaga zo'r bo'lishi ham bor. Video ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Kimga yuborishni o'zingizlar bilasizlar. Sog' bo'lasizlar.